أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل، منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا. Bular keyin sharoit yer bergan chaqda tutib oladi dedi. Tutgan chaqda bir necha kun tutanmagan bo'lsa, buni oqma ulab tutish kerakmi? Va minha madha alayhima idza akhara al-qada'a bighayri udrin ila an yadkhula ramadanu akharu. Bir yil kechiktirib qolsa, yana bir Ramazon chigicha o'tgan Ramazondan tutanmay qolsa, tutmay o'tkazib qolsa, ular jazo qilamdi bo'ldi. ومنها إذا مات ولم يقضيا. Qaza qilmay o'lib ketib qolsa, ularning tuqqanlari, varislari ularning o'rnida ro'za tutib qo'yamdi degan. Mush masalalarni bahs qilamiz ham dedi. المسألة الأولى فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء. خد رمضان o'zida farz ro'za tutgan vaqtida ado qilgan chaqda aqma ulab qandak keyin uni qazosini qilgandimi, ya'ni bir necha kun bo'lgan ekan, aqmaq ulab tutish kerak deb qaradi dedi. Va ba'dhum lam yujib zalik. Ba'zilar undaq qilsin bo'ldi, vojib emas undaq qilish dedi. Va haula'i minhum man khayyara va minhum man istahabba. Ixtiyoring deganlim bor, aqmaq tutqining mustahab deganlim bor. Val jama'atu ala tarki ijab at-tatabu'. Yani jumhur mishada aqmaq vojib emas degan qarashda. Albatta mustahabni asli buni zikirmaydi. Wa sababu ixtilafihim ta'arud az-zawahir al-lafz wal qiyas. Bu yerda ixtilof sabab bo'lgan narsa qiyos bilan hadisningki yoki oyatning lafzining zohiri zid kelib qolgan. Va dalgan al-qiyas yaqtadi yakun al-ada'u ala sifat al-qada. Aslu dalika as-salat wal hajj. Qiyos nimani taqozo qiladi desa, bir ibodatni qazo qilganda ado qilganga shuna o'xshash bo'lishi kerak. Yakunal qado ala sifatil ada usulati bu. Shunmi? Ha, ta'til qiyos qilganda xotirdan. Qazo qilgan chaqda ado qilgandagidek qilishing kerak dedi. Asli zalika as-salat wal hajj. Asli zalik degan nimani bildirdi? Yoki o'sha ibora nima ma'nosi? Maqis alayh. Al-maqis alayh. Chunki so'zqada biz asl deganni bir necha ma'noni bildirdi, bir necha xil ishlatilish uslubi bor edi. Asl degan dalil deganmi bo'ldi, al-qoida deganmi bo'ldi, maqis alayh degan bo'ldi. Mishada asli maqis alayh. Maqis shu, o'chadi qarab bo'ldi. Demak, nima qiyos qilmaysan? Namoz bilan hajga. Sen namozni qanday o'qiyolmagan bo'lsang, ya'ni ado qilmagan bo'lsang, qazo qilganda ado qilish kerak bo'lgan holatda o'qiyding deydi. Hajnimi qilmasang, shuni qilding deydi. Undan ro'zdimi shundoq, aqma tutilgan bo'lgan ekan, buni qazosini qilganda aqaqini tutsa, ammo zohir qavlihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar fa innama yaqtadi ijab al-adad faqat la ijab at-tatabu'i. Demak, ma oyatda bir necha kunni tutsa dedi, lekin mutatabiat demadi. Zohirdan qarasak bir necha kunni tutishni bildirdi, lekin aqma tutish degan gap yo'q. Wa ruya an Aisha radhiyallohu anha annaha qalat nazalat fa'iddatun min ayyamin ukhra mutatabi'at fasaqata mutatabi'at. Aslida bosh tutishgan vaqtda min ayyamin ukhra mutatabi'at degan lafz bordi. Keyin andan bu lafz amaldan qoldi dedi. Nasx qilib ketdi, amaldan qolib qoldi demak. Keyin undan ekan bu hozir mutatabi'at qilish kerak emasligini bildirdi. Wa amma idza akhara al-qada'a hatta da ikki masalaga o'tkazib ketdi. Kelajak Ramazonni kirgicha qaparusni tutamay kechiktiryapti. Qanday qilish kerak? Faqala qawmi yajibu alayhi ba'da siyam Ramazon ad-dakhili al-qada wal kaffara. Unda kelar Ramazon kirib qoldi. O'tgan Ramazondagi ro'zamiz bordi. Tutammadik. Ya'ni Ramazon yanchidi. Yani bu Ramazonning farzini ado qilgandan keyin qanday qilish kerak? Yani bir yilni tutmay o'tkazayotgandan keyin sen kaffarat berishing kerak. Qazosini yana qilsa, agardan saqtolmadi. Chunki yerdan saqtolish faqat ado qilish bilan saqtoldi. Yani o'rindash bilan. Bir yil kechiktirayotganlikdan kaffarat qildi deb qarabdi ba'zi olimlar. Nazr bunda rasmon? Ya, nazrgan vaqt belgilangan bo'lsa, ayyam mahduda bo'lgan bo'lsa, shu kun tutish kerak. Bu kun tutmasimi, biznes kammasin. Lekin ochiq holat qo'yib qo'ygan bo'lsa, men kun deb, falon kun demay, qachon tutasiz? Lekin unda tushdim ajalga qilish ehtimol bo'lgan ekan, herhalde. Burroq ado qilib kerak. Wa bi qala Malik va Shafi'i va Ahmad.
bu cumhurning qarashi ekan. Va qala qawmun la kaffarata alayhi va bihi qala al-Hasan al-Basri va Ibrahim an-Nakhai. Demak va shu olimlar taraf to'g'an ekan Imom Abu Hanifa mushu bilan billah. Kaffarat kelmaydi. Demak bu kaffarat hozir la tajib illa binas. Al-asl adamul kaffara. Shunami? Kaffarat yo'q qilish kerak. Ya'ni kaffaratni belgilash odatdan tashqari bir belgilash bo'lgankin bu shariat ko'rsatsa undan bo'l. Shariatda kaffarat belgilash avval bormi? Yani bir yil o'tkazib qolsang kaffarat ado qilishing kerak degan gap ham yo'q. Hamda bu dalilni to'g'ri bayon qilish mumkin. Va sabab ixtilofin hal tuqasil kaffaratu ba'daha ala ba'din amla. Kaffaratlar bir-biriga qiyas qilinamdi qilinmamdi. Faman lam yujizil qiyas fil kaffarati qala innama alayhi al-qada'u faqat. Bu kaffarat masalasida boshqa narsa qiyas qilib turib kaffarat belgilash yo'q deb qaraganlar qazasini qiyas bo'ldi. Hasan Basri, Ibrahim an-Nakhai, Abu Hanifa. Ve men ecazil kıyas fil keffarat başka nesli okşutup duruplam bunun da bu keffarat var diyorlar aleyhi keffaratun kıyasen ala men aftara mutaammiden depti yani kasten rozunu buzuletken kişi keffarat kilitti şundan mı? Bundan onken kasten bir jilni o'tkazayotgan ekan kilido chunki ichkili ise mustahinun bi hurmati sawm ro'zning haq hurmatini ko'zga ilmagan debdi. Amma hada fa bi tarkil qada zamanul qada bu qazo qilish muddati ichida qazo qilmadi dedi. Lekin qazo qilish muddatini o'sha kelar yilgacha deb belgildimi shariat. Wa amma zalik fa bil akli fi yawmin la yajuz fi al akl. Aw bo'lsa al qasdan ro'zni buzayotgan kishi ig'zasi bo'lmagan kun ig'zasi qilliqda yani. Demak ichkili ise ro'zning hurmatini qilmagan bo'ldi demakchi. Wa innama kana yakunu al-qiyas mustanadan law thabata anna lil-qada'i zamanan mahdudan bi nass min ash-shari'. Shariatda qazo qilishing uchun Ramazondan tortib yana bir Ramazongacha bir oylik yani 11 oy deydi. Shu 11 oydan vaqting var deb belgilab qo'ygan bo'lsa-da, qiyas qilsang sal dalil bo'la oladi deydi. Mustanadan yani tayindigan bir narsa bo'la oladi deydi. Dalil bo'la oladi. Lianna azminatul ada'i hiyal mahduda fi ash-shar'. Chunki shariatda ibodatni ado qiladigan vaqt belgilangan. Ramazon oyi shunami? Ammo qazo qiladigan vaqt belgildimi? Kim qo'yib berdi Alloh taolo? Alloh taolo kim qo'yayotgan narsani sen taolashtirib olsang bo'lmaydi. Demak, hozir mushu bir jumla so'zlar nimadan iborat? Yurishdan tarjih qilmaydi dilg'a masalan. Tarjihni bunda qiladi. Har xil usulda. Yani men bunda tarjih qilaman deb tarjihga iborat ekanmismi? Hozir jumhurning hatta Maliki mazhab o'zining mazhabini raddiya berib, ma qiyas qilmashmadi. Ham bu shariatda bunda belgilanish yo'q. Sizning qiyosinglar anda bir belgilash bor deb turib, andan ustiga qilgan qiyos bu. Astiga unutmaydi uni. Demak, Abu Hanifaning qarashini tarjih qildi. Wa qad shadda qaumun faqalu ba'za baklamamda oyilib chiqilib nunda إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه. Bir adam kesellab saqayma ahinde yetib ketar, bir yil yetibdi. Yeni bir Ramazon kirgan qadar. Bu chaqda qazo qilishmi ketmaydi. Keyin saqaydi unda. 5 yildan keyin saqaysan, bu da birdan tutmusun bo'ldi. Chunki xuddi buning gadini vojib bo'lmaganda qaraga o'xshaydi. Bu lekin baklamamda shaz qarash. Lekin Qur'on va hada muxolifun nas ona. Qur'onni aniq oyat qilibdi. Men kamikun maridan havola safar fa'iddatun min ayyam ukhra desa bu yilni o'zi kalis belgilab bu. Yani xuddi fa'iddatun min ayyam ukhra idza kan fi dakhil sana wahida degandek. Bunda qiladi. Ashur Ramazon chiqayotgandan keyin agar vaqt bo'lmay o'lib qolsa uni yana biroz qolishim bo'ldi. Mana oxirgi masalada keldi. Wa amma idza mata wa alayhi sawmun mana zıgan ro'zisi o'lib ketdi. Shunami? Fa inna qawman qalu la yasumu ahadun an ahad. Bir adam vakolatdan o'rinda turib ro'za tutib qo'ydigan ish yo'q dedi. Va qawmun qalu yasumu anhu waliyuhu. Ba'zilar uning tuqqini tutib qo'ydi. Valladina lam yujibu as-sawm qalu yut'imu anhu waliyuhu. Endi ro'za tutmaydi deganlar fidya tamoq berdi debdi. Fidyatun ta'am miskin dedi-ku. Tamoq vas bo'ldi debdi. Va bihi qala ash-Shafi'i. Bu İmam Şafii'nin qarshi ekan. Endi yasuman vali degan Abu Hanifaning qarshi bo'lishi kerak. Va qala ba'duhum la siyama va la it'ama illa an yusiya bihi. Yoki yusa bihi desak. Meyit o'lib ketgan chaqda
mening ro'zam batdi, shuni tutib qo'ygan bo'lsang deb vasiyat qilgan bo'lsa, ondan tamoq bilan nima qildi yoki ro'za tutishmi shuning bog'liq deydi. Shu vasiyati bo'lsa ondan. Chunki buningda asli odamning o'zida shu ro'zni bir ado qilsam bo'ldi degan bir inja bor buningda. Bo'lmasa u xuddi u tutishni xohlamasa, vasiyatmi qilmasa, boshqa bir odam uni tutib qo'ysa, u igisi xohlamaganini zo'lab boshqa odam unga vakolatdan qilib qo'ygandek bo'ldi demak. Hem itaamda onun sizge sarf kılıç var. Sarf kılıç var ki bu miras dairesiga çetişler. Çünkü vasiyet kılsa andın itaam berdi debdi. Yani bunu kim berdi şu veliyu varislere. Ve huve kavlu Malik. Ve kâle Ebu Hanife yasumu fe illa mestati at'ama. Ro'za tutko'ysa bo'ladi. Agar ro'za tutolmaydigan bo'lsa, ya jiddiychilikdan, bakamas yoki tan salomatlikka yaxshi emas, bunda bo'lib qolsa, tamoq nasib bo'ldi. Varislar berdiğin tane varislar. Ha, varislar. Birazdan balısı yiyip basıyor. Dalısı tutan ne oluyor? Şu veli hazır, o balısı diyorlar mı madem? Balısı ökesi dadısı veli oldu. Dadısı ökesi balısı oldu. Ya ki inise, akse, işte veli. Yani en yakın tukallar demek için veli diyoruz. Ve farraka kavmun beynen naziri ve siyamul mafrud. Bazılarım da nezir kıygan rozusu ola, bunu tutanma öyle ketken bolsa, manda, Ramazan'ın rozusu olsa mandadır, ikisini ayırıptı. Fekalu yasum anhu veliyyu fin nazir. Nezir qilib tutanmay qolgan ro'za olsa, buni velisi tutib qo'ydi. Ramazon ro'zasini tutmaydi debdi. Bunda ayirib baqibdi. Balki ama hadis mushu farz ro'zadan kelgan deb qaragan bo'lsin. Velisi degan Adam miras oldigan tuqqanlari veliyo. Albatta velining tartibi bo'ldi-da uning. Eng yaqini uning qasidi. Lekin bu avliyoning da tartibini yoki tafsilotini ondan ay mazhab kitoblarda, tafsili yozilgan kitoblarda ondan bahs qildi. والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر قياس لن حديث بربرجة تقشف قران يقول وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صامه عنه وليه كادن دا تصغر رسبا ترب ولب كتب قاغن كشنا رسنا يقوم تكون تقويدو خرجه مسلم والبخاري متفق عليه وارث وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء demak o'shada Rasululloh tutishing kerak, xuddi qarzini ado qilishing kerak bo'lgandeklar buni tutib qo'yishing kerak dedi. Qiyos qildi o'shada. Biz birinchidan ma ahvolga dalilosini qiyosning joizligi dedi. Dalil Abu Hanifa bo'ldi. Shu tutib qo'ydi deganmi? Abu Hanifaning dalili boshqaning tutib qo'ydi deganlar bormi boshqa? Shularga kelib qarshilik kelib qolsa ham hadisda yasuman huwa fi an-nazri wa la yusamu fi siyam al-mafrud degan. Mana shahadiya shu Ramazan bo'yicha balki savm shahr farz ro'za bo'lishi mumkin yoki shu nazr qilgan vojib ro'za bo'lishi mumkin. Yani bir oy ro'zasini deb qo'yib ketgan bo'lsam nazr qilib ehtimol. Balki ashular mushuni ashu nazr ro'zitda deb tushuniglik mushatisini. Shu an nazr ro'za bo'lsa tutib qo'ydi, farz ro'za tutmaydi deb ayirgan. Famar ra'a anna al-usula tu'ariduhu am daynullohi haqq bil qada dedi. Odatda qarzni qilgan chog'da bandininkini burundan qilandik, Alloh taolaning qarzini. Bandininki. Nima uchun? Alloh xolis kechiradi lekin banda kechirmaydi. To'g'ri. Chunki haqqul ibad mabni alal mushaha. Va haqqulloh mabni alal musamaha. Balki keyin tavba qilsa kechirilib ketadi. Yoki tavba qilmamas Alloh taolo kechirasa faqul g'afur rahim. Lekin bandacha bir sinit qolsa, yo'q, o'tmayman deb turoldi. Davom ekan, ya'ni sen o'rindoshqa, nima qilishga kirishing jihatdan Alloh taolaning oldini o'rin qo'ymas. Endi kim kechiritishga Alloh taolo anlayib. Davom ekan, bandaning qarzininki ado qilmasligining natijasidir. She'rlardimi o'tayotmagan ekan. Famarra'annal usula tu'ariduhu. Yani bu yerda boshqa namoz va boshqa salatga bekitilgan shu bir qoida bormi? Mushunda qoidaga zid kelib qoldi bu. Biz namozni birisining o'rnida namoz o'qib qo'yish bormi degandek. Bunda aholi qiyos qilib turib, buni bir asl qilib turib, bir qoida chiqarib turib, endi buningga, ya'ni islom ro'yiga, islom qoidasiga zidda deb turadi.
وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد tamam كذلك لا يصوم أحد عن أحد yani kıyas kılardı. Peki bu yada rozunu namazı kıyas kılmaysan namaz o öz aldığı bir asıl. Roza öz aldığı bir asıl. Namazın münasebeti kişinin mi namazı kıyas kılıyor. Rozunun münasebeti manın kıyas kılsa bu öz aldığı bir ayrım bir kaide manın öz aldığı ayrım kaidesi var desek onu buldu. Ne için namazdan daha sonra roza kıyas kılmayız mesela. Yani çok mu rozunun için demeye boysundurmayız namazı. Onda aklışı yok. Rozunu ecigi boysundursa. Ve bu nas hadis tutsa ya kıyas kıldı. Adır kıyasının kim kılıyordu da eser kim tayinıyordu da. Abi hani hadisten maytte kıyas sitte diyen gep ona. Bunda tevşirse bunda mesela cep. Lakin 5-6 meseleni onda çıkarıp lan Abu Hanife kıyasının maytte bunda alam takkede tepesse insafsız yok. Hasan el-Basri'nin ayrı mezhep ama. O tabi'ilden boğan ki uzun karıştırma. Mujtehid katta alim buldu değil mi o tabi'ilden? En kattı tabi'inin alimlerinin en yamanı. Hasan Basri, İbn Sirin, Sa'id ibn Musayyab. Demek bu kıyas udulkenmeyette dep turvaldadır. Kala la siyam alel veliyim. O samanu veliyu da hadis tutursa la siyam alel veliyim dep turval. Ve men akhada bin nas fi zalik hadisni tutqalla qaysi hadisne samanu veliyu. Hani baş ikinci hadisin başına ama kala bi icab siyam aley. Vacip dedi. Ve men lem yahuz bin nas fi zalik qasara al vucub ala nazr. Endi hadisni ammay ma ikincilikte siyam şartı hadis var mı? Anam tüyüp ketken degan. Mana ağalla deyli. Adı nasıl dep aşı saman veliyu deganni nasıl degan bo'lsin mumkin. Aşı hadisni lan. Hadisi Ayşe. Demek onu ammagalla, onu ammayam da ya kıyaslığa ya ki ikinci İbn Abbas'ın hadisini ağalla qasaral vucubu alan nazr. Bu ayet tikse siyam şartı degan nazr siyam etti bu. Belki başka hadis, başka müşahidisinden başka rivayetlerde aşı nazr lazım kelgen bo'lishi mumkin. Nazrlikni isbotlaydi. Ziyade kelgen bo'lishi mumkin. Demek bu nazr deydi. Undan keyin nazrdan qoladimiş joizlar. Farz ro'zaga alqmaydi deb qaradi. Fathul Bari chiqamamış şerisi şunun. Chiqadi. Ramazan ro'zumu yoki nazrmi deydi. Chiqadi. Bas qildi cho'qim. Wa man qasa Ramazan alayhi qala yasumanhu fi Ramazan. Endi ani nazrning kitdi de. Endi bir hadisni ammay turgan bo'lsa, Ramazonda tutishni, ya'ni o'rinda tutib qo'yishni, Ramazon o'zini ana nazrga qiyas. Endi bu nimada aniq qadish tursa, fakat qiyasga kuchab avrolishni bilmaydi. Ya 2816 yani. Demek Muhammed'da aniq saman valiyu qo'ydi. Tamam bo'ldi. Yo'q bu namoz o'xshatmay buni aslın qaimun bizatihi desek yoki bunda tutib qo'yish masalasini namozning umum qoidasiga tushirgan qoidadan bu taxsis qilib mushu masalani istisno qilyapti desak bo'ldi. Tutib qo'yish masalasini. Wa amma man awjaba al-it'ama ya tamaq birdo deganlar, tamaq birish kerak deganlar. Masalan tamaq birdo İmam Abu Hanifa tutanmasa tamaq birdo dedi. Ba'zilar undan vasiyat qilish tamaq birdo dedi. Bu tamaq birish nereden keldi? Tutib qo'yish ba? Tamaq birish shu desa famasiran ila qira'ati man qara'a wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun. Anu şada yutiqunahu da bu ayetna meşhur qiraatlar yazdım şey şuna ama sizin kelime şundadır. Lekin bu yerda yutawwaqunahu degan qiraat bilan demakchi bo'lish mumkin. Ya'ni yutawwaqunahu degan qiraatga tayinib shunda dedi. Yutawwaqunahu degani nima? Kishinilib tasda tutadigan, mashaqqat bilan jafo tortib tutadigan degan ma'no chiqadi. Yutiqunahu degandan bardash qiladigan, chidayoladiganlar, ko'taradiganlar degan ma'no chiqadi. Demak, bir qiraat tayandamni bilan. Yutiqunahu degani nishada la yutiqunahu degan ma'no chiqadi. Yutiq degan chidaydi, lekin chidayolaydi degani ham tas chidlab chidaydi degan bo'lsin, ama bunda mazmun chiqadi. Demek ro'za tutadigan holatda sen, lekin sen jafo ulab qolgan bo'lsa, tamoqlasan bo'ldi shunama. Undan keyin sen vali, hozir nimaning o'rinda ro'za tutmay tamoqlasan bo'ldi demek. Qilinib qolsan. Va man khayyara fi zalika fajam'an bayna al-ayat wal athar. Demek bu ikkisini ixtiyorligi deganlar kimlar bular? Muallif khayyara degan mazhabni demidi hozir. Bu deganlar bakan deydi. Abu Hanife mi? Ya o taxir demidi. Ro'zni baş tutadi deb uni qilamasa unda ma'no tutadi. Ratilangan. Lekin bu yerda taxir degani yo'q. Va man khayyara fi zalik fajam'an bayna al-ayat wal athar. Oyat bilan
ma hadisni ikkisini jamlab turib, demak tamoq verishni, fidya verishni oyatda keldi, ro'za tutishni hadisda keldi, jamlab hukm chiqardi deydi. فهذه أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. demak ro'za tutish ya eg'iz ichish ruxsat qilingan ikki turli kishi bor. Marid bilan musafir. Mushu munosib ahkamlar mushu bilan deyotgan bo'ldi. Va amma baqi hada sinf endi buningga yaqinlab qoldigan, mushuning oqidan keldigan ba'zi turli kishilar bor edi. Uning masalasini to'g'ri bayon qildim. Avval murda, balimatilga ayol والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين مشهور مناسب مشهور مسألة إيش كسبة إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما bu ishkalan da ro'ztma ig'zachvatda bulig'ini mikildi qazo kiramdo kafarat bu nima zadi ya tamoq vas bo'lamdo ya ishim kammamdo وهذه المسألة للعلماء فيه أربعة مذاهب أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما fidye tam berib qo'ysalar har kun emasdan tamoqlar yoki bir kunga biz tafsillar manab berdi butunlashtirmaydi bo'ldi deydi masalan tam miskin bir miskinning bir miskinning bir kunga bir kunga yo'q shu bir kunga odat bir vaqt bas tamoqdan bir normal endi 30 kun bilan shunday bo'lganda endi shu vaqt tamoq deganlarmi bor lekin ikki vaqt deganlarmi bor odatdan bir vaqt ravz tamoqni qilsa bir kunlik taom bagim bu belgilashda tasdiq lekin odatda bu nimani bir mud ya nisf soat deb belgilaymizmi bir mud degani shu 500 gram atrofida 5 gram bug'doy masakin da muqarrat va وهذه المسألة فيها 4 مذاهب جدا تدخل قرن birincisi yutayman ve la qada alayhim demek tamak berip qo'ysam bo'ldi tuydi qazo qilish va kaza yo'q وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليه تماق ما يدو كين قضاء سواس بولدو ده وهو مقابل القول الأول لمك ما هو قرم قرستو ده قضاء قل تماق ما يدو تماق بردو قضاء ما يدو ده وبي قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور مشلا قضاء لم قل دو ده يعني خد مريض غوش تشنما والثالث أنهما يقضيان ويطعمان هم قضاء قلدو هم تمقما في دبردو وبي قال الشافعي والرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم حاملنا قضاء قلدو تمقما مايدو مرضع تقضي وتطعم إشكاليسنا قلدو ده بندا عاملنا مرضعنا أيربتو باشقلا إشكاليسنا برقطع سنوات كان demek bu dördüncü qarash kimning qarashi İmam Malikni ve sebep ihtilafihim taraddud şebahima beynellezî yujhiduhu as-savm ve beynel marid roza beklam charchitib qishni o'tadigan kishi bilan kasal kishining ikkisini o'qishining darajasini belgilashdan masalada faman shabbahuma bil marid kasalga o'xshatganlar qara alayhim al-qada faqat qazo qilsam bo'ldi dedi va man shabbahuma billezî yujhidu as-savm qara alayhim al-it'am faqat charchitib sal qilinib qoldiganroq kishi deb qarasa tamoq vaslam bo'ldi faqat bidalil qiraati man qaraa va alallazina yutawwiqunahu fidyatun ta'am masakin yutawwiqunahu desak xuddi nima esa va bo'yniga taqaqsa qo'yib tovuq taqaqsa qo'yib yo'qsa bu odam qanday qilinib ketdi bunda qilinib ketgandek taqaq silinib qolgan qilinib ketilganlar degan mush qiraat bo'yicha desak bularni tamoq berishyapti وأما من جمع عليهما الأمرين عند قضاء قلشلان تماق برش إشكاليسن جمل قال لشهودسا فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبان تبقى أنا هم أخشيدو ما أنا هم أخشيدو لكن ما نقلب أن تشلق ويش أولاه ما نكن إشكاليسن تنقلدو دبتو فقال عليهم القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض كسلق أخشى اللقتين قضاء سنقلدو وعليهم الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجيدهم الصيام روز تستقلن كدغان كشلاق أخشى بقاغلق جهتن كدمو تليدو دبتو ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا yani biz tarafdan ma'noga o'xshab qoldi deydi. Allalladina yutiquna degani men qo'yib ketgan aytmoqo. Yani normalda chidab ro'za tutoladiganlar, ko'taroladiganlar fidyasi bo'pti degan. Buni o'xshab qolishi mumkin. Bu chidab tutoladiganlar bor, muhamil murdonning ichida. Lekin bu ojiz debdi. Lekin yadofada. Balki hamda men qo'yib ketganiga ojiz deb qolishi mumkin. Fa inna sahiha la yubahu lahu al-fitr. Chunki yangi kelgan hukmda, oxirgi hukmda bu sog'lom odam ig'zasi bo'lmaydi. Burungi hukmda ig'zasi bo'ldi. Demak, buni o'xshatsa qodir bu burun amaldan qolgan narsaga o'xshatgan bo'lmas. Ajiz. Va man farraqa baynal hamil wal murdi'i alhaqa al-hamila bil marid.
Endi İmam Malik hamil bilan murdani ayirib etdi. Bu hamil kasalga o'xshash, kasal demdak. Chunki endi bu amildalik holatda shunda besh qiyib ketadigan yo qo'shqa og'riydigan yo ahvol ko'rildimda. Qattiq qishindiga ahvol ko'rilib qoladi. Favquloddan charchab ketsa, bu ta'sir etishi mumkin. Shoma Shafiy mazhabda buni ayiradi. Agar onasiga xavf yetadigan bo'lsa, manda, balasiga xavf yetadigan bo'lsa, manda. İza xafat ala nafsiha aw xafat ala waladiha demek. Demek bu valadi qo'shqida bo'lsin yoki yemitayotgan bo'lsin, ikkisida bir nim bor. Balki o'zidan ansirab qolsa, tutish kerak deyish mumkin. Bolasidan ansirab qolsa, ismusin degandek ayiradi. Wa abqa hukmal murdi'i majmu'an min hukmil marid. Endi hamilani kasalga o'xshatdi, ammo balimatilga ayolni ham kasalga o'xshaydigan, ham ro'zsa charchab ketadigan ishkilisga o'xshatdi deydi. Yujidu som deb bir chiqib qo'yib, "Aw shabbaha bis sahih." Bayatında qala sahihga o'xshasa qamlashmaydi deb. "Wa man afrada lahuma ahad al hukmayn awla." Demak, ikki tam o'xshatib, ikki tam sitovag'inda birga o'xshatqinan sal jalliqroq dedi. Al-Imam Malik mazhabidir, yana ajlashtiradi. Vallahu a'lam mimman jama'a. Demak, ikki tam o'xshatib, tam amal qilamiz degandan birisiga o'xshatib amal qilamiz degani shu jalliqroq. Mana bu shimo tarjihiy mana. Kama anna man afradahuma bil qada'i awla mimman afradahuma bil it'ami faqat. Ikkilis tamaq qildi degandan ikkilis qazo qildi degani u jallaq. Ikkilis qazo qildi Abu Hanifaning mazhabi. Maşallah. Biraz tasbih yo'q ekan. Kasb yo'q. Maktabdan biz qaydigan narsaning qatoridan isil narsa kasb Şöyle xalıyorlar. Likonul qira'a gayri mutawatir. Nimushama dalili bu siz dalil qilgan azabul qiraat gayri mutawatir. Mashhur qiraatdan emas. Qiraat shazza bo'lishi mumkin. Fa ta'ammal hada fa innahu bayyin. Fa ta'ammal degan nima deyiladi? Bu kitobda kelgan fiqh islohlarning birisi. Fa ta'ammal va yuta'ammal fa tabayyan. Fal yuta'ammal fa ta'ammal degani na jinsga bir yavamishada. Obdan diqqat qildingiz. Jins kibriya obdan diqqat qilsang, endi buni aniq qolaysan. Ya'ni na diqqat talab qiladigan bir joyni demak. Masalan, o'shaning hayonlar shu qiraatni o'xshashmasligiga asosan degan. Endi u qiraat shaz bo'lgan ekan yoki g'ayri mashhur bo'lgan ekan, u ojiz demak. Qazo qilish shu kuchliq. Va amma shayxul kabir wal ajuz. Hamda yaşangan kishi, qari kishilar, ajuz degan odatda arab ishlatilgan. Alladana la yaqdiran ala siyam. Bak yashim ketgan aqsaqallar bular o'z tutmay qoladi. Fa innahum ajma'u ala anna lahum an yuftira. Bunda kishilar irzasi bo'ladi deb barliq olimlar ittifoq bor. Ijma'. Vaqtalafu fima alayhima idha aftara. Irzas qaniki bu keyin qanday qiladi bular? Fidiramdo, qazo qilamdo, kaffaratum nima qiladi? Faqala qawmun alayhim al-it'am. Ma burunqi masalaga o'xshash, hamil murdaga o'xshash. Va qala qawmun laysa alayhim al-it'am. Tavaq burdu va may debdi. Va bil awwal qala Shafi'i va Abu Hanifa va bil thani qala Malik illa annahu istahabbahu. Bu rusman bo'ldan bu xuddi ro'zi saq to'lab ketdi demoqchi ekan bu. وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول مد عن كل يوم قانچلك tamaq fidye bir dolsa bir kunga bir mud degan bir so'ning 4dan biri yoki bir uchum qo'lni bizlashtirib bir changal olsa bu bir mud bo'ladi. Ya'ni 500 gram atrofida bir kunga shunchalik deydi. وقيل إن حفنات كما كان أنس يصنع الزاوية. أنس رضي الله عنه عنده أخلاق مشكلة. Bir necha uchum dalim sapir deganmiz. Hafana degan mesela bir qo'lda bir changalda. Bunda 3-4 changal deylar. Tashlasa. Taxminan bir jingday bir narsa bo'ldi-ku. Endi qilsa mayli debdi. Uchum degan so'z unda siltagan so'zmi shu? Baba bir uchum deymiz. Ochum deymiz. Ochum. Mana siqim deymiz. Yo'q, shunda bir necha siqim deydi, bir necha siqim tashlab qo'ysa. Bo'ldi deb qarabdi. Bu taxminan degan gapimda. Shunga yaqin biznes bo'ldi, mayli degan qarashim bor edi. Va sabab ixtilafim fil qiraat allati zakarna. Biz bayatning qiraatga talashtash sabab bo'lgan bunga. Yani qiraat man qara'a ala alladhina yutawwiqunahu faman awjaba al-amala bil qiraat allati lam tathbut fil mushaf idha waradat min tariq al-ahad al-udul qala ash-shaykh minhum. Shaylik kishilar orqali kelgan bo'lsa-mu, mushafda yozilmagan qiraat bo'yicha amal qilish kerak deganlar shayxlarning shu qatori jafo tortib tutilgan kishilar fidya ta'am miskin berish kerak degan mazmun chiqdi.
Şu kıraatga amal qilish kerak deb qardi dedi. Va man lam yujib biha amalan ja'ala hukmuhu hukmal marid alladhi yatamada bihi al-marad hatta yamut. Demak, hatta yamut, ayna kasal bo'lib qolsa, kasal onda necha yil 3-4 yil yetib ketib saqlanmay o'lib ketdi. Bu chaqda bu qanday oldi ekan? O hech nima yo'q deydi. Chunki uni tutish, qazo qilish mumkinligi yo'q. Ya'ni itomni bermaydi ekan bu. Jumhurning hukmi bo'yicha valiylar qazo qilishga belki uzun davomlashmoqni maqsad qilish kerak unda. Ya'ni kim qazo qilish fursati bor turib, qazo qilmay o'lib ketsa. Avval unda qazo qilishga fursat bo'lmadi, bu odamning zodi hech qanday nima yo'q, gunoh yo'q, hech qanday bir nima qilmagandek. Ya'ni tafriq yo'q. kelgan nas amkeldi. Bunda bir ayirish kerak endi. Endi bunda ehtimollik bor ahvolda. Endi tutilayotgan, itom qilib tamoq berib o'tgan yaxshi. Biroq zimma bo'lish kerak. Agar vojib deb qaralgan taqdirda. Hadi ahkamus sunf minan nas allazina yajuz lahum al-fitr. Demak, ig'zasi bo'lgan kishilarga munosib hamma hukmni biz bayon qilib qoldik. Cho'ng masalalarni. Ya'ni ahkamul mashhura allati aktharuha mantuqun biha. Yani meşhur hükümlerini bayan qildik. Bunun ko'pincha mantuqun bihi. Oyat va hadisda nas kelgan, ko'rsatma kelgan. Aw laha ta'alluqun bil mantuq bihi fi as-sinf alladhi yajuz lahu al-fitr. Ig'zasi bo'lgan kishilar qatorida shu oyat hadis kelgan, ya oyat hadisga chetishlik bo'lib kelgan kishilarnikini deb qo'ydik. Hamil murda degan. Yoki shayx. Va amma an-nazaru endi bu masala tugadi. Yangi masala va amma an-nazar fi ahkam as-sinf alladhi la yajuz lahu al-fitr idha aftar. Endi ig'zasi bo'lmaydiganlar, joiz bo'lmaydiganlarning masalasi kelaydi. Sizga yajuzmi, la yajuzmi? Yajuz. La yajuz deymiz. Chunki yajuzninkini yajuzul iftar deganligi deb bo'ldi. La yajuz. Bu shu nusxa muhotamadak turdi. To'g'ri chiqadimiz. Va yerda la yajuz demasa, yajuz deb qo'ysa, shu marid musafirga o'xshashib qoldi. Fa inna an-nazar fi zalika yatawajjahu ila man yuftiru bi jima'. Demak, bu yerda biz qanday masalalarni bahs qilamiz buningda? Jima bilan ig'zachayotgan, jimadan boshqa narsa bilan ig'zachi yemak-ichmak masalan. Va ila man yuftiru bi amrin muttafaqun alayhi. Ammadan birdak mushonlar o'zi buzilib ketdi degan narsa bilan ig'zachayotganlar, ondan buninglar o'zi buzilibdi, buzilmaydi deb ixtiloflashib qolgan, ya'ni shubhalik narsa bilan ig'zachayotganlar deb bunda ayirish mumkin deydi. Va kullu wahid min hadayn imma yakuna ala tariq as-sahw aw tariq al-amd aw tariq al-ikhtiyar aw tariq al-ikrah. Demak, mushunning hammasi jima bilan, jimadan boshqada unikin hamma bilan ichayotgan bo'ladi, mush narsani qilsaz deb qaralgan yoki ixtiloflashgan masalan hammasi har biri qanday bo'ldi? Ya sahvallikdan bo'ladi, ya qasddan bo'ladi, yoki o'z ixtiyorligidan bo'ladi, yoki majburan bo'ladi. Va amma man aftara bi jima'in muta'ammidan fi Ramazon, Ramazonda qasddan ayoli bilan jima qilib ro'zani buzayotganlar deylar. Buning masalasiga kelsak, odatda yangi to'y qilganlar bo'lib qolishi mumkin. Endi bu ayda ro'zani buzayotdi deylar. Ahlaktu deb keldi-ku. Ro'zani buzayotdi. Buzayotsa bu qanday odam kechkichi ro'zani buzib ketdi deb yeb-yeb qilaveramdi odatda, tamoq yeyaveramdi. Esmi yemaydi deydi. Olimlar endi buzayotgan bo'lsa, bir narsa yemay yana kechkichi ig'zatmay turdi. Albatta Ramazonning hurmati mataribni ko'z tutib, boshqalarga ko'ymizchi. Ko'zning ko'msin ig'zashmaydi deydi. Yani başkalarına azab veriş yoki boshqalarni hujurga masalan o'zini buzishga tashviq qilish, matarib bo'lmasimi? Shu oyning hurmati, majat. Kishilar ko'rmasimi? Asosan olimlar kechgacha bir narsa yemay turish kerak deydi. Ya'ni ro'za qanday qilib turdi? Buzib ketdi degan, yana ro'zaning hurmatini qilib tursa. Fa innal jumhura ala anna al-wajib alayhi al-qada wal kaffara. Ko'pchilik olimlar bunda ahvolda ro'zasini buzayotgan kishi ham qazo keladi, bunga ham kaffarat qildi dedi. Shuni biz so'rash masalasida bunda o'zini tutolmaydiganlar yosh masalan, bunda odamlar so'rashni sodir qilsammi yaxshi. Chunki va man hama hawla al-hima yushika an yartafi. Yaga o'zini yaqinlashtirib qo'ygan bo'ldi. لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان. بعض روايات احترقت دفنك وين بمكيدرت سمندا. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قل أزد قلالنساز يقتل. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. Ya da başqa çare olmagan bu işni hech qanday qilmagan jim o'tiribdim. Charsizlik bilan nima qilishim bilan o'tirib ketdim.
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر. فرق مثل كده عرق. Arak. فرق خطأ. عرق degan to'g'ri. Arakın doğru mu? Ha, araq degan to'g'ri. Bu farqini deb kelmaylik. Bir araq bu suvat ya zambil degandek. Arak ufakçı. Bu farq degan bu bir sharik degandek. Bu mundaqlikqa sayman nima emas, ig'irlik o'lchami. Farq. Farq degan bir sharik degandek. 8-10 yillik ama araq degan ham 30 kilo atrofida 30-40 kilo atrofida bir narsadan suvatam. بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا ما صدق ورتادبته فقال أعلى أفقر مني من دم بكرك بفقر برامدم من بك فقر دبته çünkü فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا لابتيها هذا مش مدينة دمشق مش مدينة لابتي دينا إشكي سايلق لابتدن إشكي سوار لابت جانا ما سايلق يعني قار سايلقتن إشكي سوار مدينة مشهور سايلق Mayanlısı. Demek Medine'nin o beşiden ma beşi kadar yani bütün Medine'de benden bakıra fakir aile yok demek. Ya bu adamı bana ustadım ki. Masabım şu. Bazı rivayette bunun ismini kemmigenim de bazı rivayet ensarlardan erkeğin. Medine'lik. Ayalı yani bir rivayet ayalı boy belki bağımsızlığı bu da tosta bu yani beri verirken demek. Ahırda bu beri ceza kıldık adam. 20-30 kilo homunu yüzdüp böyle çekinge. Şu Ramazan tutanlar sadece. Şu Ramazan tutanlar böyle olur. Şu aşı adı çatak nereden geldi şu roz tutuştun geldi. Rozun çidiyanmay maaşını sıkıp saldı. İşte adı üzme roz tutuşken ne var mı? Mümkün olmaz demek. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. Demek Resulullah külüp gitti buna. Bunun gep ustalıklarından ya ki bunun ahvalından da külüp gitti. Enyab degan nima? Yan tarafdagi kishlar. Bek tilsa yan tarafdagi kishlar bo'lmasa oldidagi kishlar ko'rindigo. Yeminlik undaq ishlamayman deb Ne, magan ishni. Unda insonning magan ishlik bo'lmoniga yan ishlaymiz. Demak, bu yerda Rasululloh kulib ketdi. Qala izhab fa at'imhu ahlak. Bo'pti berib oilangga yeyiztabin dedi. Fa at'imhu ahlak degan mush so'zda masalan laqanum maslava 60 miskinni yig'ib bir vaqtdan tamoq bergandan bir odamga 60 vaqt tamoq bermasin bo'lamdi. Ya 6 odamga 10 vaqt tamoq bersin bo'lamdi deganda Abu Hanifa buldi dedi. Bu so'z Abu Hanifa uchun dalil bo'ldi. Fa'atimu ahlaydi. Demak, ashinasi hozir ashxomini shu ahli 3 odam ya 4 odam. Demak, shuningga onun boshqa yigizda bor. Undan kim bulardi dedi. Bu 60 adam emas. 60 odam emas. Xuddi mushuni kaffara desak endi. Lekin ba'zi odam bu kaffara demasdan unda bir sadaqa qilyapti degan tariqada qilgan, lekin keyin pul topa olgan chog'ida kaffaratni berishing kerak degan gap bo'lmishadi deb turiblar. Bunday. Demak, endi bu muttafaqun alayhi hadis. Sizga jumhurning qarashida va qazo bilan kaffara vojib bo'lganligini ikkisi tamom vojib emas, ikkisi bir vojib emas. Ikkisi. Ikkisi tamom. Keyin bishkunning o'rniga ro'za tutish kerak. Bishkunni bir tutsa, andan ma kafaratın ba. Kafarat neşkal ya etqiraqaba. Agar ro'zani tanlab qolsang 60 kun deylar, 2 oy desak 60 kun. Ya 29lik 30lik kelishi mumkin. Buningda 2 oy to'liq tutib, ya'ni bishkunni ayrim ba qazosida tutsa deydi. Etqin tanlab qolsang qulazat qilsa bishkun tutsa. 7 miskinga olsangmi, uni bersam bishkun tutsa deydi. Ma jumhurning qarashi. Kafarat bo'lganligi qazosini Çünkü bu Ramazan'ın hürmetini kılmay, büzüvetkenin ceza ama, yani cerimane. Bu paken andın bir gün zaten bunun geldiğini vacip olan şunu kılmasa o geldiğini düşmeydi. Roz tutup ada kılmaganken bu geldiğini bayana. Sadece tutkanınken rozunu saklamay büzüvetkenlik için cerimane geldi. Demek Cumhur müdahaletten, Cumhur'dan baş kıldım deyip da çıktı mı çıkmadı mı kitapta? Bu rozu tutup büzüvetken işine var. Ular ba kunduzda jima qildi. Demak, ma jumhur bunda dedi. Az bir qism olimlar maktabda bayon qilmadi. Jumhurning muqobil qarash nima? Imom Shofiyning manda bir so'z rivoyat qilib ekan. La yajibul qado bal tajibul kaffara faqat. Chunki bu hadis qazo degan gap yo'q. Bishkunni qazo qilsa, unga mana sadaq bersa degan gap yo'q dedi. Hamda Avzai debdi, Imom Shofiyning ba'zi shogirdlari unda qarabdi. Agar ro'za tutish orqali kaffara bersa, 2 oy ro'za tutishni tanlagan bo'lsa, bu chaqda ro'za tutish bir kun tutmishim bo'ldi. 60 kun tutish bo'ldi, ro'za tutish yetib ochdi buni ham. Ro'zasini tanlamay, aytqilan ya itam bilan kaffara degan bo'lsa, ro'za tutish faqat bo'lmagan ekan, 3 kunni ro'za tutdi.
Bu İmam Özay'ına karşı. Lekin bazı qaza qilish munosabati azroq hadislarda sum yawman makanahu deb ketdi. Lekin bu kuchli emas. Bu masala tugida vaqtalafu min zalika fi mawadi. Mushunga munosabatlik bir necha masalada talash-tartishib qoldi. Minha hal iftar mutaammidan bil akl va shurb hukmuhu hukm al iftar bil jima' fi al qada'i wal kaffarati am la. Tamak yeb, ya bir narsa ichib, yemek ichmak orqali buzyapsimi, qazo va kaffara kelish masalasida jima qilib buzayotgan o'xshash bilamdi. Yeb ichish, jima qilish o'xshashmi shu masalada. Jima qilgan odam qazo va kaffara qildi dedi-ku, tamak yeb buzayotibdi. Bunga al-qazo va kaffara kelamdi. Men demakchi bo'lgan masala bir-birlab bahs qilmoqchi bo'lgan masala bir deyildi, unvonni, temisni. Keyin bir-birlab bahs qildi. Şo'man siz o'tib ketsak mayli. Va minha idza jama sahiyan madalay. Savallikdan jima qilsa, Ramazonlik esida yo'qkan deydi masalan. Ramazonning birinchi kuni ro'za qovlan, Ramazonlik esida yo'q. Birinchi kunlarda bo'lib qolishi mumkin esida yo'q. Lekin o'tirda o esida bo'lishi yo'q. O chaqda nima keladi? Kafara qilamdi, qazo va hokazo qanday bo'ldi? Va minha mada alal mar'a idza lam takun mukraha. Agar ayol kishi o'z ixtiyorligi bilan eriga tankash qilib qo'ygan bo'lsa, ayol kishi ayrim kafara qilindi kelmadi. Lekin ayol kishi ham yo'q bu Ramazon bo'lmaydi deb turish kerak. Shunami? Eğer o'zini tutamagan bo'lsin. Lekin bu ayolda demaktandı. Demagandikan bu ayolmi uningmi o'z oldiga kafarat berish gardında ayrim bir jarimani va deb kafarat qilindi kelmadi. Albatta qazosini tutdi. Chunki o'zini buzyaptimi? Lekin kafarat qilish kelamdi kelmadi. Ve minha halil kaffara vacibatun fihi murattabatan aw ala takhir. Musho kaffarani bayan 3 narsani tizdiga başta kelgan aytqini uni ikkinchini bunda tartib bo'yicha qilib, agar birinchisini qilamasa, unda ikkinchisi, ikkinchisi qilamasa, unda uchinchisi bundami yoki uchinchisini qiladigan bo'lsa, qani birini tanlab ham qaysin bo'lamdi deydi. Ve minha kamal miqdarul ladhi yajib an yu'ti kull miskinin İza kaffara bil it'am. Tamak verishini tanlab kaffarat bergan kishi bir kishiga qanchalikdan burdi? Bir mud veramdi, nisf sa veramdi, bir sa veramdi. Ve minha halil kaffara mutakarrira bi dhikril jima' am la. Masalan bir kunda Ramazonning kunduzida 2 qatim jima' qildi. O'sha 2 qatim kaffarat qilamdi yoki ayrim 2 kunda 2 qatim jima' qilgan bo'lsa, bir kaffarat qilindi, 2 kaffarat qilindi. Ve minha idza lazimahu it'am ve kana mu'siran. Masalan, kishiga o'xshash, halakda deb kelgan kishiga o'xshash. Tamak verish kelib qoldi bu odamga. Lekin qo'lda binasi yo'q. Nima etgan? O chaqda boy bo'lgandan keyin, qo'lda binasi paydo bo'lgandan keyin uni berish kerakmi? Tapalagan chaqda. Wa shadda qawmun falam yujibu alal muftari amdan bil jima'i illa al qada faqat. Bir guruh ayrim chiqibdi. Bular nutda jima bilan buzayotgan kishi qazosini qiladi, kafara qilmaydi debdi. Demak, kafara qilmaydi degani Ma'disga alqa Rasulullohdan qilgan nimaga buni xuddi sadaqalardan qilgan kafarat emas demoqchi ekan. 2 ro'zamsa 120 ro'za bo'ladi ya ana. 2 kun buzyapsimi? Jima bilan buzyapsa, agar bu ikkisi ayrim narsa takrar qilgandan keyin takrar kafarat qildi desak, o chaqda 60 kun 120 kunga chiqadi. Yo'q, ikkisi bir-biriga kirishib ketdi deb qolsa, o chaqda 60 kunlik qoldi. Ba'zilar bir kunda takrorlashlar, ayrim kun takrorlashni ayirganlar. Hatto jima qildi. Bular kafarat bermay turib, yana bir jima qilgan bo'lsa, boshqa jima qilib kafarani bir vatda masalan, jima qildi, bozorga chiqiblar, ya mishdan olib chiqib kafarat berib o'tib, chirib, yana o'zini tanmagan jima qilib degan bo'lsa, 2 qatim bo'lsa, 2 qatim degan. Ayrim kunda 2 qatim bersa shu. Jima erkisilik. Bayatın dedik-ku, ayol kishigami ayrim kelamdi kelmamdi. Hozir bahs qildi o'sha masalani. İmma li'annahu endi bu kafarat kelmaydi deganlar ya mushadis yetmagan ularga. Chunki ma'noda bunda atan dedi-ku, ya mushadis yetmagan. Va imma annahu lam yakun al-amr azma fi hadha al-hadis. Yoki keskin endi bunda qilmasang bo'lmaydi zodi deb jazmlashtirib bunda buyurmagan. Bunda qilib qo'y degan tariqada bunda ko'ngil xotirjam bo'lsin. Bunda qilib o'tar degan istihbab tariqasida buyurgan, vojib tariqasida buyurmagan debdi. Lianna law kana azma lawajaba idza lam yastata al-i'taq aw al-it'am an yasum. Chunki agar bir keskin vojib shaklda buyurgan bo'lsa, u namarat kishi bo'lgan ekan, qul azab qilinmasa yoki tamak beranmasa, cho'qim 2 oy ro'za tutish kerakda. 2 oy ro'za tutib buyurmadi deydi. Undan bir keskin buyruq emas ekan bu. Wala budda idza kana sahihan ala zahir al-hadis. Endi sog'lom bo'lsa, tamam, sahihan degani kasal bo'lmay sog'lom odam bo'lsa, cho'qim osh kafarat qilish kerak unga. Ya manda misal o'zim tutanmaydim bu uni qaramaymiz dedi. Lekin hadis kelimasi ojiz demakmi?
Demek bu hadisten keskin buyruğa işemez bu. Ama da bir kılıvat buluptu. Günahın mağfiretullah. Da istihbab tariqsi buyuruş, vacib tariqsi buyuruş emez de düşünüptü. وأيضا لو كان عزما لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام لو كان مريضا ينال. Eğer keskin buyruğa ahval bolsa Resulullah bunu düşündürüp koydu dedi. Ennehu idâ sahha ennehu yecib aleyhi siyam allahu kâne maridan. Kuddamda kesel olgan bolsa keyin sen saqaygınыңda çokum bunu tutuşun kerak dep bir yani zat bu gadını saqsınmaydı dep tuturup koydu. Kudda mesela hazır sen özün tutanmaydı ekensen, şu cima kılış hazır şu özün tutanmaganlıktan çıkar Ramazanda. Endi hazır şikayet ro'za tutsangiz, bu Ramazonda o'zim tutmaganlikdan shu ro'za sababidan beshim shu balo keldi. Yana shikayet ro'za tutib bu qanday mumkin emas desa, undan keyincha yasham bir joy bo'lgancha o'zing tuta olgan bo'lgancha shikayetni ro'za tutishing kerak emas deb qo'ydi dedi. Agar keskin buyurgan bo'lsa dedi. Hozir bu shikayet ro'za tutgan gazini yo'qolib ketdi. Agar vojib bo'lsa, unda tushib ketmaydi dedi. Ve kezalike şezze kavmun yani bir grup alimler mında çıkıldı dedi. Fekalu leysa aleyhi illel keffar fakat. Bu da bir keffaratla mı kıldı kaza gelmeydi. İz leysa fil hadisi zikril qada. Demek bu kimden karşıttı? Benim cumhurun karşıttı diyenim şu. Şafii ile Evzai. Şafii'den iki xil söz rivayet var mı? Birisi şu. Vel qada'ul vacibu. Anladın yani zikril qada bu zikril qada'nı düşündümüsün. Bu zaten şunu ada kılması geldiğini sakıt bulmaydı. O bağım. Yani bir rivayette Sümeyman Bekan'a diye azizler rivayet yani. وَالْقَضَاءُ الْوَاجِبُ بِالْكِتَابِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَفْتَرَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الْفَطْرِ. Ama bu deydi Kur'an-ı Kerim'de kelgen vacip olan qaza qilish qaysi edse, ig'zası caiz olan kişilerge qarta kelgen. Fa'idatun min ayyam marid va musafirda keldi. Lekin qasddan nima qilgan keldimi? Qaza qilish yo'q. Yani onun bir fırsat beriş, üzürlük adamlığı qarta berildi. Lekin qasddan buzayotgan fırsat yo'q unda sana. Kafaretlerin aşı cebri olur. Belki yani. أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل ذلك. Zahirinde turağan marid vel musafirga ro'zasi bo'lmaydi deb turağan bular Ramazonda. Ramazon farzga ro'zasi bo'lmaydi deb turağan o. Bu Ramazonda tutmaydi ular, başka kunda tutadi o. Demek başka kunda tutgan aş Ramazonda tutsa bo'lmaydigan odamning kelgandi demakchi. Demak bu talashtash shundaroq o'tib ketdi dedi. Fa amma man aftara mutaammiden endi qasddan nima qilgan kishi falaysa fi ijabil qada alayhi nassun. Uni qazosini qildi deganiga aniq bir dalil yo'q dedi. Ya oyat hadis yo'q dedi. Lekin azroq oyat hadis yo'q, ama lekin aniq unda nas bo'ladigan sayyiz yo'q. Fayulhaqu fi qada'il mutaammidi al-khilaf alladhi lahiqa fi qada'i tarik salat amdan. Namazning vaqti chiqayotgan qadar qasddan o'qimagan kishini nima degan to? Jumhur qazo qildi degan. Zohiriylar, Ibn Taymiya bu imomlar qazo yo'q degan. Qasddan o'qiladi, kitoba mavquta, vaqt chiqayotdi bo'ldi, qo'ldan ketdi, istig'for etdi degan. Yo'q, shu namozdan masalasida shunda ixtilof o'tgan edi. Yani namozdan masalasiga mushuni o'qishtamdi, qiyoslandik, umumdik. Masalan namozni kun o'qilib turibdi. Ashu namozni vaqtida o'qimay, qasddan bu o'qimay o'tkazayotdi vaqtni. Buni degan to'q jumhur qazo qildi dedi. Zohiriylar, Ibn Taymiyalar bo'ldi ketdi hamda. Qazo qilish fursi yo'q buning dedi. Xuddi va ro'zdimi? Qasddan buzvatsa, ya'ni qasddan ro'z tutib buzvatsimi o'xshash. Shu kun faqat ro'z tutmusimi? Yani o'xshash qoldi. Ve ya da bunda ahvolda shu namozga o'xshash bu qo'ldan ketdi bo'ldi. Qazo qilish degan nima yo'q. Qazo qilish bilan bu o'rnini bosolmaydi bu odamda. Yoki buning bir qazo qilish fursi bor odamda. Jumhur qazo qilish fursi bor dedi. Qazo qilib boshlangan keyin bir o'rnini sal to'liqlash fursatini bergan. Yani başka umumi hadislarda deynullah ahqa yo'qda mesela. Degandek bunda nima ham aqliy delildimi bu gapda vojib bo'lgan. Buni ado qilmaydi bu tushib ketmaydi deganda. İlla anal xilaf fi hatayn al masalatain shaz degan. Demak bu Zohiriylar Ibn Taymiyaning xilofi shaz bu. Beklamamda 95%, 98% olimlar tarafta bu ikki şeydan mataraf. Bu shaz. Bu shazini darajadan bek oz degan bo'lmaydi yani. Shaz degan ozchilik, ko'pchilik jihatdan nima qilganlar. وأما الخلاف المشهور فهو في المسألة التي عددناها قبل. لكن كشلو خلاف هذا. شكلي ترى خلا تغلام ده biz ilgari sözgen bir neçe meselede
Şunda talaş tartış var. Hamda birinci masalalar bir-birlab hamda yuqorida sanag'anni bayon qilmoqchi. Wa hiya hal tajibu al-kaffaratu bil iftar bil akli wa shurbi mutaammidan. Qasdan yapsa, jima qilsa unda kildiqo, qasdan yapishni buzib qolsa, mishada kaffarat kilamdo. Fa inna malika wa ashabahu wa Abu Hanifa wa ashabahu wa Thawriyya wa jama'atan dhahabu ila anna man aftara mutaammidan bi aklin aw shurbin anna alayhi al-qada wal kaffaratu al-madhkura fi hadha al-hadith. Demek bunda işkiliz kildo dedi. Köpçülük alımı. Cimağa oxşaşlama. Ve da Şafii ve Ahmed ve ahli zahir ila annel keffaret innema talzim fil iftar minel cima'a fakat. Bir adet cimağa kıyğanda andın keffaret kilitde. Lekin yemek içmek cimağa oxşamaydı. Yemek içmek cimağa oxşamdı. Bir tarafta oxşaydı, bir tarafta oxşamaydı. Ro'zni buzib o'tishda o'xshaydi. Lekin boshqa shahvat yoki boshqa tarafda o'xshamaydi. والسبب في اختلافهم بها ثلاثة نماز اختلاف في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع. Yemek içmek bilen buzvetke adam, cima bilen buzvetke adam okşamda okşamamda. فمن رأى أن شبههما في واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا. Ruzna buzvet işte çıksı birgo bol dedi. ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة. An bazıları bu kafarat ceriman diyen Ramazan orucunu sakmagallık için bir cezatı. فإن أشد مناسبة للجماع من هذا غيره. Cima bekrek münasip kıldı. Yemek içmek kanç münasip kılmaydı da parag Allah. وذلك أن العقاب المقصود به الرضع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل. Konul tartışta insanın yemek içmekten bekrek cima kartta şahit buldu demek. Bekrek. Xudama tamak şekilde Allah'dır. İşte şunda azan çıksa tamak içtirilip tamak şekilde tutulgan. Yemek içmekten tamakını bekrek konul tartıdı. Kuma oğallaktı. Xudama cima adamı yemek içmekten bekrek konul tartıdı. Rabbilge aşını ikkinchi qatim qildimaydiganға cheklab qo'yasiz. Haddi turg'izdi o'sha, to'xtatib qo'yash. Shunga Ar-Radi' an-Nawawi deymiz-ku. Atum Qural badolatga bir odam aldirib hujum qilinmaydi. Endi to'xtatadigan narsa shu. Quvvatir rada degan shu. Va in kanatil jinoyatu mutaqariba, endi ikkalasi bir jinoyat. O'zini buzib o'tishga o'xshash, lekin anini bakrak eg'ir deydi. İtkan al-maqsum min zalika iltizam an-nas bis-shara'. Demak, jinoyatga o'xshash bo'lishi, bu yerda shariatning hukmini rioya qilib, shunga hurmatini qilib saqlab turish jihatdan ikkalasi buzib o'tganlik ulashda jinoyatga o'xshash. Lekin jimoniki bu ig'roq. Çünkü insanın ko'ngli tehmo tartilgan narsa bo'ladi. Va ayyakunu akhyaran udulan kama qala taala kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ro'zadan maqsad nimada? Kishilarning o'sha adli, yaxshi odam, solih odam bo'lish, taqvodor bo'lish maqsad qilingan, tushunami? مقصد شوته المقصود من ذلك من الصوم التزام الناس شرائع وأن يكونوا متقين صالحين كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقدر بلاب قلاس لبلكي بلشنlar شون demek cima bunun kıyas kılsak bulmaydı yemek içmeğini cima kıyas kılsak bulmaydıysa قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع demek muş ağır kafarat etqi raqaba siyam şehrayn أو إطعام demek muşu bu qattiq bir ceza var bu cima bilan xos. Ama yemek içmek bunun da yengilroq. Bu haqida masalan ismi kelmagan davonikan mushaylam to'xtatib qo'yamiz yemek içmekka uni yo'tkmaymiz mumkin dedi. Va hada idza kana mimman yara al-qiyas. Ana bular qiyasni joiz deydiganlar. Ya'ni qiyas qilib bo'lmaydi dedi. Agar qiyas qilib bo'lsa qiyas qilib to'q dedi. Bu qiyasni joiz deb qaraydi. Endi qiyasni joiz deb qaramaydiganlar Ibn Hazm Zahiri va fa amruhu bayyin. Onun şeyine qamdı. Tigi zada qiyasni qabul qilmaydigan. Ana laysa yu'di yoki yu'addi hukmal jima' ila al-akl va shurb. Demak, o jimaga qiyas qilmaydi. Jimani hukmini akl va shurbga yutmaydi. Wa amma ma rawa Malik fil Muwatta anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil kaffarati al-madhkurati fa laysa bi hujjatin. İmam Malik Muwatta'da Ramazanda izleyecekten buzvettiyle bunda rivayet kıldı o. Andın Resulullah bana kafarat ragında buyurdu. Bu delil bulanmaydı o depti bulan. Lenne kavlar ravi fa aftara mujmal. Bu izleyecekte diyen söz nima mujmal. Qanday izleyeceklikini tefsili bayan qilmadi deydi. Vel mujmal laysa lahu umumun fa yuqadu bihi. Eğer bunun umumi bo'lib qolishdi, shuni olibdiq. Lekin bunun umumi yo'q. Hozir bu yerda bir ehtimollik bor. Balki bu jimoat bilan buzayotgan bo'lishi mumkin. Va aftara deb yemek içmek bilan izleyeceksin mushuni tushudi demaydi. Lakin hada qawlun ala anna ar-rawiya kana yara anna al-kaffara kana li mawdi' al-iftar.
Lekin bu rivoyat qanday kelgan desa, yoki bu qarash hozir mush hadisni rivoyat qiluvchi mush kaffara zot ig'iz ochqanlik usullam kelgan deb qaraganlik uchun komlaqlam rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Walavla dalik lama abbara bi hada al-lafz. Agar ig'izni chertishkilam bunda kaffara qildi demagan bo'lsa, uni tafsili bayon qilgan bo'ladi deydi. Wala zakara naw, mana turini, ya'ni ig'izni chertib va jimo qilib Ramazonni buzib o'tibdi, manda bo'ldi deydi. Demak, mana hozir tarjih. Ig'iz aslan qada va kaffara qildi. Ya'ni Ramazonni buzib aslan qada va kaffara qildi. Jimo qilib xos emas demak. Chunki ma sahaba shu ashda tushungan buni. Ig'izni chertganlik bilan, ya'ni ig'izni chertishi jimo bilan bo'lsin, yemek içmek bilan o'xshash deb qaraganlik uchun bunda ham qomlab rivoyat qildi, tafsili bayon qilmadi. Unda ham shundaki, bu to'g'ri demak, jumhurning qarashi to'g'ri demakchi. Vallohu a'lam.